Beliqni ayılda mında gangoyu qo'rib yeydigan bo'lsanglar, sirtki beliq og'zinglarga tetmasli bo'ldi-ka. Tezchirik ichimishaq ajoyib yeyishlik cho'qim bir itib sinab yiqinglarjimi ta'mi kep ketmaydi. Men bugun savyu ishlatdim. Beliqning ishtishni pak yuzib tayyorlab olgandan 5ni kesib elib etamiz. Undan keyin beliqni videoda ko'rsatgandek o'ttirdan 2ga bo'lib, 2 baldam cho'nliqda kesib, pichoqdan 3 baldam urib etamiz. Bundaqa vaqtimizda beliqning qat-qatiga tamxurishlari yaxshi kiralaydi. Әмді бұлан çoğraq bir qaçı qilib, so'ng piyoz bilan zanjibilni ushshaq to'g'rab selib etamiz. 2,5 jang beliqqa 12 gram tuz solamiz. Tuz ta'mini sal o'tkazibroq qilamiz. Undan keyin yarim qo'shiq ahmush, azroq shunchu berib tekshirlashtirib olamiz. Undan keyin bir tal tuxum chaqib, qunaq karaxmaldan bir qo'shiq silib tekshirlashtirib olamiz. Әмді buni 20 minut atrofida ta'mlantirib olamiz. İzdigan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olamiz. Onun dikin samsaq, so'ng piyoz, zanjibilni videoda ko'rsatgandek ushshaq to'g'rab olamiz. Onun dikin diqqat qildiganlar beliqni mayda zalg'a vaqtimizda mayning gradusini sal yuqoriroq qilib etamiz. 5 ulush qizg'an mayga silib, oldikayni sarg'aytib elib olamiz. May qizg'andikin ang avval so'ng piyoz, samsaq, zanjibil silib, mizlik purqin chiqarib olamiz. Onun dikin cho'ng ustamning gango tetitqisidan bir bo'laq selib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi va qiynisilan bir ishlatib sinab yiqinglar, ta'mi kep ketmaydi. Onun dikin qurtilgan lazin silib, yarim piyola atrofida qaynoq suv qo'yib, tekshirlashtirib qiyam qilib olamiz. Onun dikin mayda zalab elib olgan beliq, piyoz, azroq chingsay silib, beliq tamxurishlari yaxshi singib kirgicha 2 minut atrofida qo'rib, taqsiga olsaqli bo'ldi. Amma manda gango yo'q qilib mehmonning oldiga chiqsangizmi yoki uyda bolalaringizni etib bersangizmi, maqtab turib yeptidu, ta'mi kep ketmaydi. Qiynisiz metib sinab yiqing, kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.